Yangi urushlarni boshlash uchun urushlarni to'xtatishmi? Tramp Venesuela prezidentini qo'lga olgandan so'ng kamida 5 ta davlatga ko'z tikdi. U ular uchun katta rejalari borligini aytdi. AQShning Venesuela prezidenti Nicolas Maduroni qo'lga olish bo'yicha operatsiyasidan so'ng prezident Donald Trump yana kamida 5 ta mamlakat uchun rejalari borligini va u yerda tartibni tiklash niyatida ekanligini e'lon qildi. Kuba keyingi bo'ladi. 3-yanvar kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Trump Venesueladagi maxsus operatsiyadan so'ng Kuba muhokama mavzusi bo'lishini aytdi. Amerika rahbari Kolumbiya prezidenti Gustavo Petroga ehtiyotkor bo'lishni maslahat berdi. Kuba yiqilishga tayyor. U yiqilishga tayyor ko'rinadi, dedi Trump ommaviy axborot vositalari bilan uchrashuvda. Biroq Oq uy rahbari orolga qarshi faol choralar ko'rish zarurligini shubha ostiga qo'ydi va Qo'shma Shtatlar shunchaki xalqqa yordam berishni xohlayotganini aniqladi. Shu bilan birga AQSh davlat kotibi Marco Rubio mamlakatda iqtisodiyot yo'q va orol tanazzulga yuz tutmoqda deb hisoblaydi. Kuba bu qobiliyatsiz, keksa odamlar tomonidan boshqariladigan falokat deb tushuntirdi u. Meksika ham tayyorgarlik ko'rish kerak. Biroq Kuba xavotirga tushish kerak bo'lgan yagona davlat emas. Amerika rahbari Meksikaga ham e'tibor qaratishi mumkinligini aytdi. Uning fikricha, bu mamlakat Venesuela singari kartellar tomonidan boshqariladi. Meksika prezidenti yaxshi ayol, lekin u mamlakatni boshqarmaydi. Meksikani kartellar boshqaradi, dedi Trump Fox News telekanalida. Oq uy rahbari shuningdek, mamlakat bilan bog'liq biror narsa qilish kerakligini ta'kidladi. Biroq u hali keyingi qadamlarini oshkor qilmadi. Kolumbiyaga qarshi tahdidlar. Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro ham xavotirda bo'lishi kerak. Trump buni to'g'ridan-to'g'ri aytib, Maduro bilan bog'liq vaziyatni misol qilib keltirdi. Amerika rahbarining so'zlari Mar-a-Lago qarorgohida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida aytildi. Trumpning so'zlariga ko'ra, Petro Qo'shma Shtatlarga jo'natish uchun kokain ishlab chiqaradi. Shuning uchun Kolumbiya rahbari ehtiyot bo'lishi kerak. Uning, ya'ni Gustavo Petroning kokain fabrikalari bor. Uning kokain ishlab chiqaradigan zavodlari bor, dedi prezident ommaviy axborot vositalari bilan uchrashuvda. Biroq Kolumbiya rahbari Trumpning tahdidlariga javob berishga qaror qilgan kam sonli davlatlardan biridir. Mamlakat AQSh tajovuzini qoralashini e'lon qildi va qarshilik ko'rsatishga chaqirdi.